Mana qo'zilar atakada. Beriladigan vaqti kelib turib, ozgina yeb oladi bular. Ana shu. Bular chiqib yuradigan sharoitini qilib qo'yganman-da. Ana reshotkadan, mana shu reshotkadan chiqib yuradi bular. Mana shunday kelib, ozgina yem yeb oladi qo'zilar. Bular oldin shunday qilardi, endi bular chiqa olmaydi, katta bo'lib qoldi. Bu qo'zilar. Hozir endi bular shunaqa. Endi ko'plar endi ana it boqib bo'lmaydi. Bunaqa degan gaplar qilibdi ekan. O'shalarni diqqatiga men ko'rsatib qo'yay mana. Bizda asli uyimiz mana bunaqa. Mana bu akfadan keyin, mana shu akfadan keyin bizda yashash joyimiz. Ya'ni u yoqda hovli bor. O'sha tomonda hovli bor. It yoqqa o'tmaydi mana shu akfadan. Mana bu yoq bu tomon alohida mana shunday uyxona qilingan. Ana shu yoqda yuradi it. Mana uyi. Endi shu asosan axrana uchun. Uyimga ataka qilyapti. Mana yuradi ular hammasi chiqadi. Mana shunday. Mana shundan kirib chiqadi. Ajoyib, a? Mana. Sizlarga deyman. Bularga yemi berildi. Shunday ekan akalar, itni hukmini men ham bilaman. Boqish mumkin emas. 22 metrdan yaqin bo'lish kerak emas degan joy bor. Agar bunday olib qarasak, mana qo'shnimda iti bor. Mana shu qo'shnimda iti bor. O'sha qo'shnimda iti men itimdan ko'ra uyimga, men yuradigan joyimga yaqinroq turadi. Endi nima qilay? Unga boqma deya olmayman masalan. No, meni itim lekin mana shu yerdan, mana shu qo'ylar oldidan, mana shu og'ildan, mana shu yerdan o'sha mana ko'rsatgan joyimga borib akfadan o'tmaydi. Biz akfa yopib turadi har doim. Xuddi birovni hovlisida yotgan. Shunday ekan akalar, xulosa qilishga sal shoshmanglar. Xo'p. Qo'zilar mana shunaqa aylanib yuradi bizda. Chiqib. Odamdan ham uncha qo'rqmaydi. Ana shunday. Yem berish jarayoni mana shunday soladi-da, tarozida tortib oladi. Masalan, mana shuni hozir 18 ta qo'chqor uchun tortildi. 18 tami, 17 tami qo'chqor uchun tortilib, ozroq kepaga aralashtiriladi. Kepak yem hisobida tortilmaydi. Bizda yem tortiladi bitta qo'y boshiga. Hozirgi kunda bizniki 600 gramdan beriladi. Keyin 300-400 gram kepaga aralashtirib yuboriladi. Ko'p kepaga aralashtirmaymiz. Kepakda asosan yemni pishirgan payti qo'shsa yaxshiroq. Mana bu yana keldi qarayman. Ketdi o'zi izlaveradi, aylanib, xullas shunaqa. O'shalar mazzada. Men mana shuni tomosha qilish uchun atay kelib o'sha yem berish jarayonini kuzatib turaman. Ular yeb yuboradi. O'shalar. Mana shu qadar qo'zi qaraydi, yemni yeyishini. Endi bu yoqda qo'chqorlar. O'sha endi gazoy. O'sha shunaqa yem berish vaqti bo'lsa, shuni baqirib qoladi. Qo'y, sen ichkarini o'qi, to'g'rila. Mana shunda kirsa, mana ochib qo'y eshikni. Mana, endi mana shu eshikni qo'rqlab turadi. Mana shunday, qo'y chiqmasligi uchun. Mana shunaqa vazifalarni ham o'taydi-da, bu ayniqsa mana shoxtor to'qishi mumkin. Shuni ham qo'ymaydi, to'qima deydi. Mana. Mana shunaqa. Охраняйли endi. Bunaqa ishlari ko'p.
Tixa. Hop. Endi bunisini yemini beradi. Sal kechqurun bo'lgani uchun xira bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ochib qo'ying, mana. Axrini qilib turadi, mana. Manaki. Axrini Linda. Axrini. Manaki. Kallalariga quyib bormi? Mana shu juni olingan nimalardi? Birinchi kelgan qo'zi payti olib tashlab qo'ygandim bularni. Qo'zi vaqt olib qo'yganman. Tasavvur qilinglar, mana shularni olganimga qancha vaqt bo'ldi hozir aytaman. 8 oy bo'libdi. 8 oy bo'lgan. Qaysi? Mana bunga. Keyin bu tomonda bitta juni olingan turibdi, ikkinchidagi. Ana kallasini ko'tardi. Ana shularga 8 oy bo'lgan. 1 million 800 dan olgandim qo'zi vaqti. Mana 8 oy bo'lgan, hozir 5 millionlik, kamida 5 millionlik qo'chqor bo'lgan bular. Yegan bo'lsa 1 million 200, 1 million 300 dak yem yegan. Yegan bo'lsa,